Farzandingizga DTP tashxisi qo'yildi. Siz hali ham uni o'tira olmayotganligi, yurmayotganligiga sabab faqatgina mushak kuchi, tonus yoki uni harakatlariga bog'liq deb o'ylaysiz. Keling bugun siz ahamiyat bermagan sabablar haqida gaplashamiz. Har bir harakatni amalga oshirishda bevosita sezgi organlari qatnashadi. Bolaga o'tirish, turish, yurish harakatlarini o'rgatish uchun avvalambor undagi muvozanat saqlash qobiliyatlarini rivojlantirish zarur. Muvozanat saqlash qobiliyatlari esa bevosita bizning vestibulyar sezgilarimiz bilan bog'liq. Vestibulyar tizimida buzilish bo'lgan bolalar muvozanat saqlashga qiynaladi, tez-tez yiqiladi. Bundan tashqari, mustaqil o'tirish va mustaqil yurish harakatlariga nisbatan qo'rquvlar kuchli bo'ladi. Agar farzandingizda yuqorida sanab o'tilgan muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, izohlarda fikringizni yozib qoldiring va men sizga o'z tavsiyamni beraman.